Bugun biza Ravshan aka bilan Uzum banki ochilishiga keldik. Ko'rsanglar, bu yoqqa kelsanglar hozir viza chiqazib beradi yo bo'lmasa oddiy karta ham chiqazib berar ekan. Kelib hozir o'zimiz ham karta ochtiramiz. Karta ochtirganimizdan keyin oxirida o'nta baraban bor. Barabanni aylantirsanglar, har xil 300 minggacha pul bor. Aylantirsanglar, bitta dona bo'sh degan joyi bor. O'shanga tushunmasanglar bo'ldi. 10 ming 20 30 ming ketdi dalish. Kelasizlar, karta zakaz qilib olib turasizlar. O'zbekiston bo'yicha ham chet ellar bo'yicha ham ishlaydigan. E'tibor bilan Bir marta olmadim kim aylantirib ko'rmoqchi edim. Bo'sh chiqdi. Shunday ham olmadim kelmadi uka. Sharmanda. Qadrli podpischilar, sizlardan uzun so'rayman. Bitta dona bo'sh bor edi. Bo'sh degan yozib bitta edi. Shuni ham mana shu tushundim. Bunaqa bilmayman, bor nima deyishim tilimga hech nima kelmayapti. Kuninglar menikiga o'xshamagan bo'lsin.